Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu yil mayning 19-kunida 25-kunigacha Alaskaga boradigan cruise ship o'tirib, Alaska tarafni sayohat qilib keldik. Nəhayət ko'ngilli bo'ldi. Bu yerga berish uchun oldi bilan Seattle'ga uchib berish to'g'ri keldi. Men ko'rib bo'lganinglar Seattle shahri. Seattle Amerikaning g'arbi shimoliga joylashgan bir go'zal shahar. Mavu paraxotning eng to'pi, ya'ni 15-qavatidagi mangdigan yo'l hamda ko'llar o'ynaydigan maydonlar bor. Bolalar bilan oila bo'yicha bu yerda o'ynasa bo'ldi. Bugun kun issiq bo'lg'achqa ma ustidagi ko'lga tushib olgan adamlar xili ko'pga mana. Paraxotning ustida bundaq ko'lchaklardan bir 7-8 bor ekan. Uyning ichidagisi va sirtidagisi qo'shib. Dengiz ustida 7-8 kun kecha kunduz sayl qildigan xaridorlarning zerikib qolmasligi uchun paraxot ustida nurg'un faoliyatlar o'rinlashtirilgan. Bu faaliyetlerinin bir kısmını tövəndən görsünlər. Waka waka moment. Are you ready? Let's go. Waka waka in. One, two, three. Bu paraxotdagi yataqning ichi kundilik lazimatlar asosan bor buning ichida. Yataqmi keng tasha obdan kel. Mana derazadan sirt ko'rinib turdi. Mana Alaska tarafga keldik. O jiroqda ko'rinib turgan tog'lar qor bilan qoplangan. Ya qor yoki muz bilan. Qish yoz mushtaq bo'ldi bu yerlar. Shunda qilib dengizda 2 kundak sayl qilib, mavu Alaskaning poytaxti Juneau shahri qarab ketib boramiz. Juneau shahri nihoyat manzillik tog'larning orasiga, ya'ni tog'ning qo'ltig'iga joylashgan bir kichik shahar ekan. Aholisi faqat 326 ming ekan. Amerikadagi 51 eng oz poytaxt ekan bu. Mana men ko'rib turganinglar Mandan Hill deydigan bu cho'ng glacier. Bu yerga biz excursion bas o'tirib bu yerga keldik. Mana ko'rib turibsizlar. Shu jiroqda ko'rinib turgan shu mangulik muz demdik, glacier, mangulik muz. Bu yerdan shu ustidagi muzning eg'irligidan muzlar dengizga yiqib tushishni birdan turib yana ko'ramiz. Bazir ekan bu yerniki. Kichikgina bazir bo'lgan nihoyat avvatga bu yerga turistlar nihoyat jiq keldi. Mana ko'rib turibsizlar.
Bizning ma paraxotdan boshqa yana bir ikki paraxot kelib bo'pti bu yerga. Bu kuniga bir 3-4 paraxot bu yerga keladigan bo'lsa, shu 10 ming 10 ming necha mehmonni biraqla tashlaydi-ki, shular orqali bu Juno shaharni sayohat qilganlar bu shaharning iqtisodini ko'tardi ekan. Buningdan endi tog'larga chiqib mangdigan hiking trail deymiz. Hiking traillar bor. Hiking traillar nihoyat isilka shu. Tog'larning ustida menib buz tog'larni ko'rib ashta qilib keldim. Paraxotda yemek-içmekler nihoyat elbek. Ettik kechgacha 24 soat mulozimat qiladigan ishxonalar bor. Dessert. Nice. Sayohatimizningki 4-kunni Skaggs Way deydigan bir kichik shahar hamda buni mahalli deb olsaqmi bo'ldi. Mishada o'tkazdik. Bu Skaggs Way'ninki hamda tarixi nihoyat qisqa. Amaliyotda shu 1897-yildan burun bu yerda asosan odam yashamaydi ekan. Bir dengiz qo'ltiq ekan. Tog' tarafga İgiz tağınınki tövüge joylashgan bir yer. Bu yer hamda tarixi qanday deganda bu 1897-yili shu ko'rinib turgan aqtog' bor, shuning oq tarafdan oltin tepilibdi degan xabar chiqdi ekanda. Shuning bilan shu oltin qazib boy bo'lishni xohlaydiganlar bu xabarlarni anglab shu u yoq bu yoqdan dunyoning hamma yeridan bu yerga to'planib bu yerda shu oltin qo'lashga keldi ekanda. Shuning bilan lekin bu 100 ming odam bo'lgandan keyin kelibdi bu yerga. 100 mingdan bo'lgandan keyin shuning bu yerda undan bu oltin qazishga mablag' silib undan bu yerga bir temir yo'l yasaydi ekan. Bu temir yo'l o'sha tog'ning cho'qqisi tarafdan o'tib shu Oltinboya Kanada tarafdagi shu yerga tutish ekanda. Lekin bu qiziq yeri bu temir yo'l tutgandan keyin u yoqdan oltinning asosan tugabdi-da, qo'lab qo'ygan o'xshaydi. Shunga oltinmi yo'q bo'libdi, shunga temir yo'lni shu bekor yasagandek ish bo'libdi. Lekin bu temir yo'l hamda hozir sayohatchilarga nisbatan nihoyat bir qulaylik yaratib beribdi. Sayohatchilar temir yo'lda o'tirib, o'sha tog' taraflarga chiqib manzillik shaharlarni ko'rib keldiganga bu bir nihoyat bir qiziqarli bir temir yo'l bo'ldi. Dunyoning hamma yeridan bu yerga kelib o'tirdi ekan. Bileti nihoyat qimmatga 2 soatlik poyezdga o'tirish uchun bir $150 o'xshaydi bir bilet. Biz bu qatam temir yo'lga o'tamidik, biz boshqa bir summit deydigan tog'ning cho'qqisiga chiqilgan yana bir nima ekskursiyon balki biz shuning o'tirib o'sha tog'ning cho'qqi tarafiga We are going to drive past the Skagway City School here over to our left. Oh my gosh, we've got 2 crows just battling it out here. Jeez Louise. Alright, ready? 1, 2, 3. Mana biz avtobusga o'tirib tog'ning cho'qqi taraflariga keldik mana. Bu yana karomat manzilga ma'lum videoda degandek ko'ringan bilan bu yerga kelgandan keyin xuddi bir boshqa dunyoga kelgandek his qildim.
Bu yerda mana bu men abay bir narsa deyman deb unutib qolibman. Shu Skagway degan shu rayonda ning nopsi faqat 1000lik. Yani 1000 adam mushunchalik cho'ng joyda yashaydi ekanda. Endi faqat mana bu Alaskaning havosi qishda kunduz nihoyat qisqa bo'lganlikdan ko'pincha bu yerga kelganlar shu yozda keladi. Shuning uchun 6 oydak bu yer mana bu turistlarni pul tepib qoldi. Undan keyin hamma ishlar asosan to'xtab qoldi. Haqiqatan shu yurdik. Ama ben dedim bir yerde fakat 1000 adam yaşaydı ki, lekin yaz faslida bir yerde 2000 oldu ki, 2000'e de adam şey işleyirken de mesela çoğun caylardı. Endi bu mu bir tesadüfi ahval emas, endi bu bütün Alaska'nı aldığan bulsak, Alaska ştatı gerçi Amerika'daki en çoğun ştat bu mu? Lekin bir yerde bütün ahalisi fakat 730 bin etrafında. 1 milyonga bağmaydı ahalisi sani. Şuna ma tarafla hem de bu Yukon deydigan bir vilayeti var. Yukon vilayet taraflarında bu adamlar texim az yaşaydı. Şunun için nelerden ait az yaşaydı. Bir yer fakat Skagway degan bir məhəllə qurulub qalğanlıqdan bir yerə şu turistlərə bir taq üstüge çıxıdığan bir qolaylıq yaratmaya başqa bir yerdə adamlar çıxaraq görüb. Şunda da şu çıxdığında şu abay mən deyəndə künüge 10 min 10 min adam səyahətçilər oldu əsas. Yəni o igiz çox qılan qaraydigan bolsаңlar. O şu xudalıqqa nemediki Çumulan mataqları da görüldü. Alright, you guys have been so good. We're going to do a very quick stop here. I'm going to throw in a bonus. Şeyler güzel çıkılanlar. Buna mavi tavsiye bir kitaplar. Mavo Skagway'nin ki hazırlıkta bana mahalle şehir desek buldu. Bana bir yerde her kıl soğudular, yemek içmekle şundak avatke pazarlarıma. Lakin şu yılda 6 aydak soğuk kıldık ya, onun diken bir yatak kıldık ya. Bana mavolık abay ben sözler ötken koyuyoruz. Bu künige şu toxtumay şu tağ tarafki adam turist toşuydu yani. Kötü rahatladı. Yeah, it's above sea level. I don't know, like, maybe like 190, 200. 100. No. She likes Phillies. They will win.
Mana parahot glaciyaning tubi ketib bordi. It's O, okay, taraf but, makan ekan mana. You're on holiday. Wow, muzlar. Midway this year. When I get, you gotta protect the boat. $100 million thing that's I took a picture. Yesterday, like a lot of like seals in like a Skagway. Oh, no kidding. Oh, man. Parahot hazır şu mengülük muz dağlar yine ama glacier taraf qarab ketib bordi mana bağgan siri dengiz üstüde leylep qo'ygan muzlar ko'payyapti deb cho'ng'iyapti. Endi bu afsus yeri parahot bek cho'ng'ganlikdan shu muzning oldigacha boramaydi ekan, yaqin yerga boramaydi ekan. O'tgan kelganda kichik parahot o'tlagan bo'lg'achqa shu muzning oldigacha borgan. Tağının üstüdür asasen qab. 5-ci ay olsun bir şunda soğuk hem de Alaska bo'lgan. Mana bu dengiz qaraydigan bo'lsanglar, aqtuğanlar şu glaciyaning ustidagi muzlar. O şu yuqori tarafga qaraydigan bo'lsak, ashaqlar mana manguluk muzlardan. Endi aşağı borgandagi aşağıdan bu muzlar şu dengizga qarab endi iqib tushdi, şu yerda parchalanib, ama şu muzlar bu shundoq bir yer bu. Endi ana qaraydigan bo'lsanglar, mana paraxotning o'zi bu Ocean degan paraxot, Royal Caribbean niki. Bu hozir ustiga ani chiqibdi, aylanyapti, shuni ustida turib, bu misol aylanib, endi xuddi osmonni peqlayotgandek ma'noda. Bu paraxotga tunagan so'rsam, 5000 ga yaqin odam patidi ekan buni. Demak, har qachon mangandan shu 5000 dak odamning shu. Bu endi eng cho'ng emas. Çoğunları 7.000, 8.000 adam patlayan çoğun paraxotlar var. İşqilib bu, biz Uyg'urlar muşundaq sayohatlarni toza. Muşundaq sayohat qilganlar bormi yo'qmi deb ishqilib men bu shuni yaxshi ko'rmayman shu. Paraxotga o'tirib, bu yerga borgandiku. Buning yaxshi yeri muşundaq manzillik, cho'ng shaharlarga kelganda bu yerda to'xtaydi. Endi kunduz chiqib bunu oynaymiz. Mesela tünögün biz şundaq summit deydigan şundaq bir şundaq tağının üstüge çıktık, çok kısa çıkıp aşağıda ayınıp geldik. Bu paraxotun ağıtları. Bu paraxotun uzunluğu bir şeyden başlıca bir yarım mailden çıkarak bir aylık çıkış için 1 mail vakit ama yolda. Paraxotun üstüde her xil oyun var. Yani ağla eğilip taklayamış vakti oyunlar bağlamıştım. Bunun işçi öz bir şehrdek. Beş mingdek adam patladı bunun, şu iş hizmetçilerden.
çıkırdı. Kanada'nın Victoria degan şehri. Deniz boyidagi nihoyatda güzel bir şehir ekan. Victoria deb. Bu yerda biz birdam turib sayohat guruhida qatnashib 2 soat aylanamiz bu shaharda. Bugun havo shunday yaxshi bo'libdi. Ta'limimizga yarasha. Bu yerdan bu Amerika'nın Seattle'ga şu 4 saatlik yo'l ki ama o'ttirdi, dengizdan qo'ltiq olgandan keyin paraxodda yana bir 5-6 saat mang'an o'xshaydi. Men Seattle'ga qaytib boramiz. For a living to be here. This guy who lives in here, we're the family doctor side is interesting. On the right hand side, he used to be a customer of mine. He's a neurosurgeon. Victoria Kanada'da olduğundan belki kıymet şehirke bana tuğan görünüp tuğan üyelerini en erzenleri 2 milyon aşıdı o demişler. Karsak küçük kanallı üyle çok memnunuz. Ama menziri bek çıraylık gibi şehir. Meyli ne egli karısa gül, ya hem özüne yaşadık. Bağdaki yasvaldı ki. Bu şehir özümü Garden City deyken Bağ şehri ana güllen türkümüzde. Bir hem dedik Kanada oğlu bile havası mı bek mi olduk be? O emez ki şeye gayran kaldı. Yaban güyneklerden sürüyor kendisiler. Belki mavi denizindeki mavi bir tarafta kudu kendimi sebepten çıkıp havası yaxşı. Or I saw as I drove by, the guy's got an old ratty couch on the front. Oo, tağlan kadın deniz yakısı yani bir yerde Amerika'nın deniz yakıları dek, Caribbean'larınki dek emeske var. Deniz yakıları saplık, taşla ama menzirlik. Hakla şu su düşemez şu taşlarını görüş için Brady's house. He and a wife named Tori. Note that it's got a couple of stories because that's significant. So here's what happens. First of all, the way this kid gets rich and famous and successful, he's working over in England in his uncle's architectural firm, and he's a typical young male. You know, I know everything. You can't tell me anything. Blah blah blah. And he wants these promiscuous. He parties late at night and just having a typical time that us young guys like to do, right? So anyway, he was working at his uncle's architectural firm, learning architecture, wanting to get out of there. Mavulga Beacon Park dep atıldıgan ma şehirning o'ttiriga sağan bir cho'ng bog ekan. Buning ichida karamat yasab etibdi. Fontanlar, suning ichida biliqlar, g'oz, o'daklar. Har xil qushlar bu yerda. Tabiatni o'zilindiganlar bu yerlarni bir ko'rib kelsa bo'ladi.
Şundaq qilib Victoria şəhəri bizning eng oxirgi şəhər oldu ziyorat qilgan. Endi mana Seattle qaytib keldi. Seattle'dagi birinchi Starbucks nimaliq kofe dukini. Mana u chiqqan. 910. Mana men ücretni qaraydigan bo'lsanglar, shu ücret birer soatdek saqlab bir kofe ichadigan gapda. Buna bak, kofeyi içecek. Bir saat ücret durup içeride birer kofe. Starbucks'nınki asli kofesini çıkamıyor. Chicken aldım. Seattle. I'll wait till we get the rest of them. Okay. Yeah. I might grab something. Shunday qilib sayohatimiz Seattle'da oyoqlashdi. Ammo Seattle şəhəri nihoyatda tanınıq bir şəhər. Amerikanın tarixida cho'ng rol o'ynagan. Sanoat inqilobida, keyingi davrlarda bo'libmi kompyuter sohasida cho'ng rol o'ynagan. Aeroplan selish. Bu şəhər to'g'riliq men keyin yana ayrim tanishtiray deyman. Yani Alaska, asosan Alaska tanishtirib o'tgan bo'laydi. Hammanglarning ko'rib chiqqaninglarga rahmat. Xo'sh.